67 yılı 5 oktyabr. Bu qitimmo bizga bo'lingan yer yana qattiq tosh qatlamdiri bo'lib chiqdi. Yashaqanlarning ishlash kuchi bo'lmaganlikdan erlar qatorida qo'limga jo'to ilib toshlarni ko'lashga kirishdim. Ish ig'ir. Uning ustiga minbanglarning ishlashdan qochib atrofimizga yig'ilib olib, bo'l chopsan ishlar deb to'xtamay vaqirashlar bilan odamni jinidan to'yg'izib o'tadi. Keşlik tamoqdan keyin rejim ostidagi butun erlar o'rin ko'rpalarni elib, xon beshiga ko'chib keldi. Xon ustisi Sado degan odamni boshliq qilib tayinladi. Ko'mir quduqning yonida qachondir bir vaqtida selangan uy bo'lib, uning 1 metr egizlikdagi so'qma temili qolgan edi. Uni qirib tozalagandan keyin 1,5 metr egizlikdagi supa paydo bo'ldi. Buningga yiroqqa mang'almaydigan yosh quchum odamlarni o'rnashtirdi. Tağның o tarafida qo'ychilarning bir uyi bor ekan. Uningga yoshlar joylashdi. Ayollardan yolg'iz men bo'lganlikdan ko'chib kelmay ishdan tushganda soy og'zidagi qizlar yotiqiga qaytib berib yetishga to'g'ri keldi. Talaga o't qalmoqchi bo'lib chiroq ko'tarib ko'mir quduqqa kirib ketganlar qaytib chiqib, ko'rdinglarmi? Tunigan Xudoyim bizni bir saqlabdi. Xonning usti biraqla tushib ketibdi. Agar biz bor vaqtda bo'lsa, mijiqimiz chiqarkan deb yuragi yerilib chiqishibdi. Hammamiz ko'mir quduqning ostida qolganligimizni ko'z oldimizga keltirib qo'rqdik va Alloh bizni saqlaydi deb xushal bo'ldik. Soat 12 gacha ko'mir quduqdagi ko'mirlarni sirtqa to'shib bo'ldik. Soat 12 da ishdan tushib, men yotoqqa qaytish uchun xonning ustidagi tik-taqqa talaga yoqqan o'tning yo'riqi bilan chiqib oldim. Boshqalar meni qo'rqmay qandoq mangasan deb ansirashib qoldi. Tog' ustiga chiqqandan keyin yulduzlarning yo'riqidan boshqa hamma atrof qop-qorong'u zulmat bo'lib ko'rindi. Hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Qo'rqmay yolg'iz qandoq borarman deb o'ylaganda hamma narsa menga qo'rqinchli bo'lib, butun badanim titrash boshladi. Atrofga sinchilab qarab baqdim. Hech narsa ko'rinmaydi. Qorong'u zulmat kechedi. Dünyada yalğız özüm qolgandek bilindi. Qanday qilishimni bilmadim. Abdulla To'qayning she'ri yodimga keldi. Ko'kda yulduz yaltiraydi, tun qorong'u bo'lgan siri, yodimga Tangri tushir, baxtim qora bo'lgan siri. degan she'rda menmu ey Allah, men qanday qilaman? Yalğız qo'rqim keladi. Ya Rabbi, sen menga yordam qil. Butun borliqni va menimi sen yaratding. Senden başqa yordamchim yo'q mening. Mening holim o'zingga ma'lum. Ya Allah deb qorong'u kechada tog' to'pisida faqat Allohdan yordam so'radim va Allohning yordami bo'lganligidan qo'rqmay deb ko'nglim to'xtab g'ayratga keldim. Shuning bilan oldimga qarab maqdim. Qo'rqim kelganda qo'rqmayman. Nemishqa qo'rqman? Allah o'zi yordam qildi deb to'xtamasdan takror aytib keldim. Yollar yaslab bitmagan egizbas tekşi emas edi. Hammadan xatarligi 3 yerda tek yorli qiyo yo'llar bor edi. Agar diqqat qilmay minib tushib ketsa, odamning ustixini terib elishmi qiyin edi. Allohga sig'inib avaylab atroflarni tutib mangdim. Shundoq bo'lsa-mu, 3-4 yerda putlashib yiqilib tushdim. Yarg'i tushib ketdimmi deb yuragim og'zimga tiqildi. Ko'zimni yo'g'on ichib qarab ko'rdim, lekin hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Shundoq tashlikda yo'lning yerimiga yetib keldim. Qandoqdir ko'nglimdagi qo'rqinchlarmi ketib, yenimda 3-4 odam hamroh bo'lib, bilinmagandek bilinib jinim tinchlandi va menishimmi osonlashdi. Tog'ning do'qmushidan burilgandan keyin yo'llar tuzlashib, soyga tushdim. 1,5 soat deganda yotoq yetib keldim. Bütün adam uyquda atrof tip-tinish edi. Faqat mening toshlar ustida mangan oyoq tovushimla bu tinchlikni buzatdi. Oshxonaning oldiga kelishim bilan derazani ichib dadam bilan yaqin o'tgan ko'ngli tonishi yerlik tungan oshpaz asta ovoz bilan "Keldingmi qizim? G'aysha menga seni soat 12 dan keyin keldi. Kelsa tamoqni bersang" degan edi. Men choy qaynatib qo'ydim deb choy bilan tamoq berdi. Men faqat bir chini choy ichay deb choyni oldim. Yuz qo'lingni yusang deb cho'gunda issiq suv berdi va atigan soat qanchada ishga ketasan, men choy qaynatib yuzingni yuydigan suvni hozirlab qo'yaman. Mushu yerdan kelib ol deb deriza tuvini ko'rsatdi.
Bizning sana yordam qilg'imiz keldi, lekin qo'limizdan keldig'ini mushu. İçimiz ağrıydı deb tartib qo'ydi. Lama mushu yaxshi ko'nglinga rahmat deb uning bu g'amxo'rligiga aytqudak so'z topolmadim. Haqiqatan Nansanga kelib kishilarning birinchi martaba yumshoq muomala ko'rganim mushu edi. Yataqdagi qizlar uxlay olmay ansirishib yotgan ekan, hammasi beshini ko'tarib shivirlab, hol so'rab hesdashligini bildirishdi. Biz yotgan qozoq uydagi qizlarning birisining soati yo'q edi. Saat 3'te turishim kerak deb yotdim. Uxlagandekmi bo'lmasdan uyg'onib oshxonaga chiqsam, derazadagi soat 3 bo'lgan ekan. Lama ko'rsatgan cho'gindagi suvmi issiq turibdi. Yuz qo'llarimni yuvib, hang beshiga soat 4ga yetib berishim kerak. Menbin va boshliq Sadu menga kech qolmasligimni toplab uxtirdi deb o'ylab, cho'ginni o'z o'rniga qo'yib o'tatdim. Oshxonadagilar deraza oldiga kelib, choy ichib hozirlab qo'ydik dedi. Rahmat, bir soatda yetib borolmayman deb ketdim. Etraf jimjit, qo'rqudek surlik qorong'u kecha. Men tunugungi yo'l bilan avaylab minib, soy ichiga kirdim. Tog'ni egib manganda ko'nglimda qattiq qo'rqish hosil bo'ldi. Men qo'rqqan sari tog'ning hamma yeridan shiriq-shiriq toshlar to'kilgan ovozlar anglatdi. Yuragim gupildab so'qib atrofga texmi diqqat bilan quloq selib qaraydim. Nima qilishimni bilmay turib qoldim va tezlik bilan ko'nglimni to'xtatib, yo'q, qo'rqmayman. Qo'rqsam o'zimga yaxshi emas. Biror yomon hodisaga uchrab qolishim mumkin deb o'zimni tutdim. Har narsani ko'z oldimga keltirsam, lekin bunda qorong'u kechada qo'rqinchli tog' orasida yolg'iz qolishimni hech o'ylamagan ekanman. Bumi beshimga keldi. Chiday amdi deb o'zimga g'ayrat berdim. Hang og'ziga borguncha tang suzilib atrop yo'rishga boshladi. Men to'p-to'g'ri soat 4 yetib keldim. Ularning ish boshlash uchun ko'mir quduqning oldida yig'ilib turibdi. Meni ko'rib hammasi o'z bolalaridek g'amxo'rlik qilib salomat bordingmi? Biz seni o'ylab ansiradik. Yordan uchib tusharmi deb g'am qildik. Qandoq mangding? Qo'rqmadingmi? Biz seni o'ylab qayg'urdik. G'ayratli ekansan. Bundaq yerim kechada erlarmi yolg'iz yurolmaydi deb so'radi. Qandoq qo'rqqanligimni o'zim bilaman. Berib kelgandan keyin endi uni so'zlashning lozimi yo'q. Yo'q, qo'rqmadim deb javob berib qo'ydim. Chunki tashkilotga qatnashgan har birimiz Sharqiy Turkiston mustaqilligining tashviqot bayrog'i bo'lib, bu buyuk g'oyamiz bilan kishilar ko'nglidan o'rin olib va ularni uyg'otishimiz lozim. Mana bu ruh menga ig'ir emgak, ig'ir kunlarda, qo'rqinchli qorong'u tunlardami kuch va g'ayrat berdi. Balki biz o'lsakmi, qabrimiz ustida ulug' g'oyamiz tashviqot bayrog'i bo'lib yalpinib turadi degan umid bilan yashadim. Bugun ham qorong'u kechadagi qo'rqinchlarim ustida shikoyat qilg'im kelmadi. Undaq bo'lmaganda bu tog'ning orasida kunduzmi yolg'iz mang'almagan bo'lardim. Atiyalik tamoqi berish vaqtida hammamizga oshxonaga har qitim ko'mir ko'tarib berishni uqtirdi. Ko'mirni selib ko'taradigan hech qanday narsa yo'q. Qandoq ko'tarmiz deb bir-birsiga qaradik. Menbin qandaqroq? Qandoq apasang shundoq apar. Oshxonaga ko'mir opirishim kerak deb vaqirgan edi. Bechora qiyirlar g'o'duqqanlikdan yo'g'on chaponlarni yeshib ustiga ko'mirni selib, yo'g'on bir tay qilib ko'tarib mangdi. Men qandoq qilay deb o'ylab turib, yalang chaponni yeshib, oldini kayniga qilib ta'tir kiydim va chaponning ishigiga, etigiga siqqida qilib ko'mir selib ko'tarib oldim. Bu ko'tarishga bir oz abjil bo'ldi. Madiyar mullaning yiniga berib, "Mulla og'ay, buni tog'dan ko'tarib chiqish sizga tas bo'lur. Chaponni kiyib, ondan bir peshiga o'zingizga tushliq ko'taralgudek ko'mir elib chiqing. Quruq chiqsangiz unumaydi. Kichik bir parcha salsangiz bo'ladi. Bundaq tog'dak selib olsanglar, mang'almaysizlar" dedim. Madiyarning yiniki qiyirlarmi uningga qo'shilib, "Balam, qarg'im yaxshi aql ko'rsatding-ku, rahmat" deb xo'shal bo'lib, men degandek qilib ko'tarib mangdi. Men ularga bo'ldi, mushu yetadi deb minbin va atrof boshlig'i Sadu qaramaganda ko'rsatib berdim. Ular qo'rqindan, "Balam, oz ko'tarding deb qamchilab ketsa qanday qilamiz" deb ansirashdi. Men, "Qo'rqmanglar, sizlar yoshga cho'ng, kuchinglar yo'q, mushu yetadi. Qancha ig'ir ishlasang, shuncha ishlatadi" dedim.
Birinchi oshxona bilan bizning atrofning yotoqlari soy og'zidagi tuzlanlikka joylashgan. Ikkinchi oshxona bo'lsa soyning yuqorisidagi tog' bilan soyning o'rtasidagi tuzlanlik maydoniga joylashgan edi. Biz 3 vaqtlik tomoqni ikkinchi oshxonadan g'izallandik, chunki u ko'mirxonga yaqin edi. Ikkinchi oshxonaning utuliga kelganda tik tog'dan yamishib chiqish kerak edi. Quchoqlab ko'tarib olgan ko'mir bor tik tog' yo'l tiyilg'aq, qatorlashib taqqa yamishib chiqishga boshladik. Yo'l shundoq tiyilg'aqki, tutadigan giya cho'pmi yo'q. Toshlarga yamasaq, toshning o'zi qo'milib chiqadi. Oldida manganlar keyindagining qo'ldan tortib, keyindagilar oldidagilarni yo'lab yurib, yarim yo'lga aran yetib keldik. Ko'tarib olgan ko'mirlarimiz kichik bo'lsa-mu, bu yo'lda shundoq og'ir yuk bo'lib ketdi. Yo'lovchilarning eng oldida chiqib kelyotdim. To'xtab keynimda kelayotganlarga qarab, bechoralarning holini ko'rib ichim og'rib ketdi. Qiyirlar mang'almay to'rt putlab qapti. Eg'izlari ichilib, o'milib, oran chiqsa, yana tiyilib keyni ketadi. Birini birisi tortib it azobida kelyotdi. Men ulardan xeyli uzab tog'ning yerimidan o'tib ketibdiman. Ular kelguncha kutay deb to'xtadim. Xeyli egizlikka chiqqan Medyar molla kelib etib tiyilib yiqilib tushdi. Ko'tirib kelayotgan ko'mir qo'ldan chiqib, sayga qarab yumilab ketdi. Toshdan toshga urilib ko'mir parchalanib yo'q bo'ldi. Medyar molla bo'lsa necha mollaq etib sayga berib to'xtadi. Hammamiz aran chiqqan tog'dan tushib, uning yeniga bora olmadik. Tömerak yerda turganlar amonmu sen deb tovlashdi. 80 yoshdan oshgan bu bechora voyjallab o'rnidan aran turib kelyotdi. Men o'zimning holini unutib, guruhi boshlig'i Saduga "Bu qiyir odam tog'dan chiqolmaydi ekan, chiqmasimi bo'lmamdi?" dedim. Boshqalarmi shunday qilsin, u bek qiyri chiqolmaydi, chiqmasin dedi. Atraf boshlig'imiz Sadu hammamizga qarab chiqib turib qilib, Medyarga qarab "Bo'ldi, sen yotoqqa qaytib o'ltirib tur" deb tovladi. Boshqalarimizga haydakchilik qilib, "Chapsan minglar" deb vaqirab qo'ydi. Tog'ning ustiga birinchi bo'lib men chiqdim. Boshqalarni yetishib olgan edi. Ko'mirlarni ko'tarib bir-birlab tizilib mangdiq. Bizning chiqishimiz bilan oshxona tarafdan mikrofon orqali yangrab international music chalindi. Menga ajoyib tuyuldi. Xuddi bizlarga qartib o'ynatgandek bo'ldi. Har kuni biz shu tog'dan chiqqanda international musiksi mikrofonda yangraydi. Uning keynidan qirg'izcha "Jiliqchi qiz" degan muzikani qo'ydim. Men hayron bo'lardim. Biz shu muzikaning chilinishiga to'g'ri kelib chiqqandik yoki biz chiqqandan keyin muzika o'ynamdi, bilmadim. Chunki kinolarda turmada azob chekayotgan kommunistlarni, inqilobchilarni, ezilgan xalqlarni ko'rsatganda ular mushu international naqsini aytayotgan va shu muzikani o'ynayotganini ko'rsatdi. U faqat proletariat va kommunist partiya naqsi edi. Ba'zi kunlari xongdan kechikib kelgan kunlarimiz bo'ldi, ammo muzika o'ynash vaqti bizning tog'dan chiqib kelishimizga to'g'ri keladi. Bir aydan keyin qalpoqliqlar tog'ning kungay tarafda yangi ko'mirxon ichish va kechasi soat 12 ga qadar koni xondan ko'mir chiqarish bilan ishlab keldik. Bu ig'ir turmushni boshdan o'tkazdik. 1 metrligan jon yo'q, jimjit so'zik qorong'u kechada yolg'iz o'zim burunqidek emas. Ancha qo'rqmaydigan bo'ldim. Ba'zi kunlari oldimdan yovvoyi hayvonlar, to'shqon, tulki, tog' ushkisi yugurib o'tib ketadi. Ba'zi kunlari yiroqdan bo'rilarning hovligan surlik ovozlarini anglatdi. Shundaq chaqlarda o'zimni tutib, yuragimni to'xtatib, Allohga sig'inib, yana yo'limni davomlashtirib mang'atdim. Shundaq qilib, jim, qo'rqinchli qorong'u zulmat kechagimi o'ginib qoldim. Keyin yo'llarni kechada farq etolmaydigan bo'ldim. Yenimda yo'ldoshlarim bordek ko'nglim to'q, qo'rqmay mang'adigan bo'ldim. Guruh boshlig'imiz Sadu tamoqdan qaytib manga "Sening qo'rqmas g'ayratingga butun odam qoyil bo'pti. Sening qo'rqmas botir qiz ekan. Kechada bu tog'da hech kim yurib ko'rmagan, ham mang'almaydi. Kundimi bu tog'dan yolg'iz mengishtas. Nima degan qo'rqmas cho'ng yurak qiz deb seni maqtavotdi. Haqiqatan maqtug'dek g'ayrating bor. Menmu qoyilman" dedi.
11 noyabr kunlar xeyli sovuq bo'lib qoldi. Tushlik tamoqdan keyin gruppa boshlig'imiz Sadu oshxonadan pishgan kala go'shining ustixonlarini bir tog'orga selib, o'rasqiniga ko'tartib qo'ydi. Men ichimda bu ustixonlarni xongda nima qilar, o'tqa qolarmi deb hech o'ylab yetolmadim. Sayg'i tushgandan keyin oshxonadan olgan 2 chelakka toshlarning orasida to'xtab qolgan yomg'ir suyidan to'shqizib oldim. Men bu suvni nima qilsizlar deb so'rdim. Atrat boshlig'imiz Sadu, "Ichimiz, xonga borganda sho'rba qaynatib ichimiz" dedi. "Bu paskana necha oylar turib qurutlab ketgan suvni ichamsizlar" dedim. Sadu, "Hech nima bo'lmaydi, qaynatsa qurt o'ladi" deb kuldi. Men chaqchaq qilvasi kerak desam, rostdan xon beshiga borganda shu eski xonning ichidan po'lat tovlashda qolgan bir yo'g'on dosh qozonni ilib chiqib, chalib puli yuyib 3 toshni qo'ydi. Qozonni uning ustiga o'rnatib, heliqi suvni qo'ydi va tog'ordagi ustixonlarni selib sho'rba qaynatdi. Qozon endi qaynay degan edi. O'razqin Gomindan vaqtida Bovjang Nansandagi xalqqa bosh bo'lib ishlab kelgan atoqliq boylardan bo'lib, yolg'iz o'zi bir paxlanning go'shini yeydi degan danqi bor odam edi. Hozir shu boylik uchun qalpoq kiygizib haydab chiqqan. Boy taladan oppoq oqirib qurib ketgan bir yonbosh ustixonni ilib kelib, qaynayotgan qozonga selvatdi. Men, "Voy xudoyim-ey, nima qilyapsiz?" deb hayron bo'ldim. O'razqin so'ngak sho'rbisi chiqadi deb xotirjam qozonning ostiga kirgizdi. Boshqalar tovlashib kelib heliqi so'ngakni ilib tashladi. 2 soatdan keyin dam ilishga chiqsak, qozonda ustixonlar qaynab, quyuq mayliq sho'rba bo'lib chiqibdi. Sadu sho'rba ichinglar deb hammasining qachisiga sho'rba quyib berdi. Rohatlanib ichishdi. Sadu menga bir qachiga sho'rba quyib bergan edi. "Yo'q, men ichmayman, qo'rsqim to'xtab ichmadim." Odam bolasini turmush har qo'yga soldigan. Bular o'z vaqtida el ichida hurmatlik, martabalik, qandoq cho'ng boylar bo'lgan. Endi eldan qolgan ustixonlarni qaynatib, sho'rbasini rohatlanib ichib o'tiribdi. Hech narsa odam bolasiga mengilik emas. Men bu kunlarmi o'tib ketar deb o'yladim. Soat 12da xondan chiqsam, qalin qor yig'ib, butun atrof oppoq qor bilan qoplanib ketibdim. Men yuz ko'zimni yuvib yotoqqa qaytish uchun xondagilar bilan xayrlashib, toqqa qarab mangdim. Avval yomg'ir yig'ib, keynidan qor yoqqanligi uchun qorning osti muzdonlab, mangsi sharildab tiylaydi. Men tik toqqa chiqish uchun tirishib yomishib ko'rdim. 5-10 qadam mangandan keyin shar qilib tik sayga biroq tushiman, yana turib yana mangman. Shunda qilib 10 martaba chiqib ko'rdim. Eng yuqori chiqqanda tog'ning yerimiga kelib bir tiyilib tushgan edim. Xonning oldinmi o'tib, necha mo'llaq etib sayga tushib ketdim. Menga qarab turganlar tovlashib ketdi. "O'zingni qiynama, chiqolmaysan. Yo'lda tiyilib tog'dan uchib ketsang, o'zingni yo'q qilasan. Biz hammamiz sening otangga o'xshash odamlar. Bizning seningdek nevarlarimiz bor. Otangni ko'rgan biz ko'ni tonishlar mushu yerda yetib qol" deb har qaysi o'zining yaxshi ko'ngli bilan hesdashlik bildirdi. O'zimning qaytib ketishimga ko'zim yetmadi. Madiyar o'zining qo'y terisida tikilgan juvasini, Sadu ostiga solgan it terisini berdi. Men o'rnimni hozirlab so'qma tomga yo'linib o'tirdim. Qor tong atqucha to'xtamay yig'ib turdim. O'g'isiz yo'q so'qma tomning ichida yotqanlarimizning ustiga qor yig'ib, uyning o'tirsida ko'mirni yo'g'on dövi qilib o't yiqib qo'yganligimiz uchun yoqqan qor yerga tushgicha yo'q bo'lib, talaga qaraganda ancha qalin qor ostida qolmadik. Men juvining yoqisi bilan yuzimni yipib, o'tning siqida yetib uyquga ketdim. Bizning bu boqqa bu yoqqan o'timiz hayotlikning belgisi bo'lib, butun sayni qorong'u kechada jonlantirib yo'ritib turadi. Qiyirlar bo'lsa so'pi ustida qatorlashib, qorning yoqqanligiga qaramasdan qattiq horg'iliqdan yetibla shirin uyquga ketdi. Biz xondan chiqib kelvatsak, saydan o'rlab singlim G'aysha va yotoqdagi qizlardan ko'lam qatorliq 4 qiz yetib keldi. Biz seni tog'dan yiqilib biror hodisaga uchrab qoldimi, nima ahvol bo'ldi ekan, kelmadigu deb qattiq ansirab izlab chiqqan edik.
Xudoga shukr, aman ekansiz. Biz bekmi qayg'urib, bir yotoqdagi qizlar kechacha uxlay olmadik. Ular tez berib ahvolni bilib kelinglar deb xotirjam bo'lmay bizni avatdi. Yo'llar nima degan qiyin, sizni qandoq mongdikin deb hayron bo'ldik. Deb qizlar o'zlarining hissdoshligini bildirib hol so'rashib ketdi. Sadu hadangni bo'rimaydi. Nimadan qo'rqsan deb g'ayshaga chiqishib qo'ydi. Qizlar oqshom ishlab chiqarish atratining erlar yotiqidagilar siz to'g'riliq so'zlashib, yerim kechining jimjit zulmat qorong'usida u qo'rqinchli tog' orasidan qandoq mengib ketadigandir. Haqiqatan qo'rqmas yurak, g'ayratli qiz ekan deb so'zingizni qilgan ekan. Bir qism yoshlar juni ta'tirkib yo'lga chiqayli, u vaqtda qandoq qiladi, qo'rqamdi deb hozirlangan ekan. Cho'nglar ularga uning mushu turmushi o'ziga yetarlik, shunda qilib bir hodisa kelib chiqsa qandoq qilsizlar deb to'sib qapti. Ularga bizmi ochiqlandik, undaq ishni hargiz qilmanglar deb aytdik, dedi qizlar. 3 dekabr tosh yo'l yasash ishlari tamom bo'ldi. Bizlar ham yangi xonga 2 ishga ichib ko'mir qatlamiga yetib ko'mir chiqarishga boshlagan edik. Xonda Sadu boshliq bir qancha odam qilib butun atrofga qaytdi. Atgan choydan keyin piyoda mangan odam qosh qarayganda uyga yetib keldik. 10 jon bor oiladan faqat G'aysha ikkimiz eshikni ichib uyga kirdik. Biz yo'q chog'da ini singillarim Urumchiga, shaharga ketgan ekan. Uyda odam bo'lmagandan keyin uyimizning derazasini qo'murib, to'mirchi Nuktayning ayoli Zaynab bizning uyga o'g'irlik qilib kirib, kiyim-kechak, yemak-ichmak, hatto qishliq deb bergan yangiyo'lardan tortib, o'tin ko'mirgacha bo'lgan narsalarni o'g'irlab chiqib ketibdi. Bizning ilib chiqqan kiyim-kechaklarni o'zi va bolalari kiyib yurganini hamma odam ko'rib, u nima qilganing, nimish qolsan desa, ular sinipi dushman, bizda kambag'allar ilish kerak deb xijilmi bo'lmasdan so'zlab yuribdim. Uyning ichi odam yo'q, bo'ron uchib, ko'ngilsiz bo'lib ketibdi. O't qalab uylarni tozalagandan keyin navri adam Hojiya Banu choy qaynatib, tomoq va nonlarni ilib kirib birga o'tirib choy ichdik. Yuyinib tarnib yotguncha soat 11 bo'ldi. Yetibli shunda qattiq uxlab ketibdiman. Derazani daranglatib urgan ovozdan cho'chib uyg'ondim. Uyquli holda hech narsani bilolmay turishimga derazani yana qattiq urdi. Kim u deb to'lgan edim. Taladan qag'anat duyjangning. Kun peshingacha nima yotsan, berib Kalı hoylisining o'gisidagi qorni tozalab chiq. Qorni hoyliq emas, talaga tushir dedim. Soatga qarsam endi 12 bo'pti. Nadiga kun peshin bo'ladi, soat 12 bo'pti dedim. To'li gap qilmay chiqib o'gizini ko'ra dedi. Men ma'qul, tong atgandan keyin boraman dedim. Kun chiqcha kurab bo'lishing kerak deb chekilib ketdim. Tova hayvondim qadrsiz bo'lib ketdi-ku odam. Mening kelganimni nadim bilib qoldikin deb xafa bo'ldim. Yo'q, hozir chiqmayman, tong suzilsin deb yetib qoldim. Soat 4lar bilan chiqib yo'g'on Kalı hoylining o'gisidagi qorni soat 8da tushirib bo'ldim. Chiydi o'giza bo'lganlikdan qorni tushirmak bekmi ig'ir bo'ldi. Qachonmi mushu ig'ir kunlar tugar? Bu yerki hayotim zindondagi kunlarimdan nechasi yomon bo'lib ketdi. Bu kunlardan qachon qutulaman? Tutqunlikdan zerikib ozodlikqa tashna ko'nglim tong yo'riqni ozodlikning nuridek taqatsizlik bilan talmirib qaraydim. Ey Xudoyim, shu ozodlik kunlariga bizni erishtirsang edi deb o'zimga o'zim so'zlab, o'g'zidagi qorlarni bir tarafdan qirib, ikkinchi tarafga ishtirib opirib ishlaydim. Bütün bir sayının içinde yalğız özüm işleymen, midirliğen can yok. Hamma odam şiirin uyquda uxlamatıdı. 68 yılı 21 mart. Bo'ron aralash qor yig'atatdi. Soğuq havo odamning jon-jonidan o'tib to'ngiltatdi. Tabiatmi ko'ngilsiz bundaq kunlar o't qalib issiq uydan chiqmay o'ltiradigan kun edi. Lekin undaq ish nada? Mushu soğuqda ayollar va bir qancha erlar eg'illardan o'g'it chiqarib ishlayotdi. Zambil ko'tarib ketayotgan ayollar orasida bir ko'ngilsiz g'ulg'ula ko'tarildi. Nima bo'ldikin bularga deb turishimga Ömerbek Shujining ayoli Nurilaning hozir zamon
Pang geminglar. Aksin inqilobchilarning bo'ldi deb vaqirib so'zlagan so'zi xuddi qulqimga mush bo'lib urgandek bo'ldi. Mening bu yerda itim pang geminglar bo'lib qoldi. Meni pang geminglar deb chaqirdi. Men ham uningga qoyil bo'lib, meni chaqiryotdi deb bilatdim. Mening Nansanga kelishim xuddi Jon Keyshini tutib kelgandek bir ish bo'ldi. Madaniyat inqilobining obyekti ham butun kurash yig'inining tanqidiy nishoni men bo'ldim. Yezilgan cho'ng xat gazetining bosh obrazi ham men edim. Har yezilgan cho'ng xat gazetida birinchi bo'lib Suyungulning quyruqi, Dungtu, Oxan, Lyaomusha yoki Burhan, Eminov, Anvar Jakulin qatorliqlarni tanqid qilib, cho'ng xat gazetiga yozadi. Shuning bilan men Nansanda bir qo'rqinchli odam bo'lib qoldim. Shu tufaylidan butun oilamizni aksin inqilobchi oila deb atab keldi. Shuning bilan butun odam bizdan chegara ajratib qochdi va o'zlarini inqilobchi qilib ko'rsatish uchun aktiv rol o'ynab, butun kelgulik faqat uydagilarning yaqin odamlari va do'stlarimdan keldi. Ular o'zlarini oqlash uchun bizga ko'p ig'irchiliklar soldi. Uyimizning oldidan ko'pchilik mangdigan yo'l kesib o'tadi. Hozir bu yo'ldan birmi odam mangmasdan yiroqlarni agib yuradigan bo'ldi. Men shunchalik xatarlik odam bo'lib qolganimga hayronman. Men kelgandan buyon yaxshi ko'ngil bilan kulib qaragan bir insonni uchratmadim. Nurilayning bu degan so'zi men qartib degandek bo'ldi. Yana nima ish bo'ldi ekan? Bir yomon ish bo'ldigandek ko'nglim aski bo'ldi. U yana o'z so'zini davomlashtirib, ochiq bilan baqirib, "Pangiminglar aktiv bo'lib, ularga mukofot bersa, bu qanday gap? Kambag'allar chet qilib, buzuq, mavjushiga qarshi chiqqan odamlar aktiv bo'lsin, mukofot olsa, jahon nima bo'lib ketdi?" deb baqirib so'zlab, yenimizni o'tib ketdi. Men bu nima gap, kimga qartib aytayotganini bilolmadim. Boshqalardan so'rash mumkin emas. Har kim o'z beshidan qo'rqib, biror ofatga uchrab qolmasak ekan deb bir odammi tinch chiqarmay ishlaydi. Men hech narsa bilolmay uyga qaytdim. Tushdan keyin ayollarning hammasi ishga kelmadi. Men Muqajon yana ikki qalpoqli hanzullar bilan ishladik. Muqajon atrofga sapsilib qarab chiqqandan keyin asta ovoz bilan "Boyqi ayollarning so'zini bildingmi?" deb so'radi. Men yo'q, kimni deganligini bilmadim dedim. Heliqi o'tir maktab o'qituvchisi Kebek muallimning ayoli Rashidani deydi. U buningdan 9 oy burun mushu ayollar bilan ishlayotganda Gongshi binosining ustiga o'rnatgan ovoz tarqatuvchilar orqali anglatgan so'zlarda biz ozodlikqa chiqdik degan so'zlar qilgan ekan. Shu vaqtda uni xato tushunib ular shuar tavlashibdi. Birsi yo'qolsin Jozungli, yana birsi yo'qolsin Li Shaoji, yana birsi yo'qolsin Anvar Xo'ja desa, sho'ri qurg'ur Rashida yo'qolsin Mavjushi deb bayqamasdan og'zidan chiqarib sapdim. Lekin o'zlari o'ylagandek ish emasligini bilib, qattiq qo'rqib ketib, bo'ldi, hech kimga og'zimdan chiqarib qo'ymayli, bilib qolsa hammamiz go'rimizga opirib qo'ydi deb bostirib qo'ygan ekan. Tunigun oqshom Daduyda namunatchilarni saylab, ularga Xitoyning bahor bayramiga qarshi mukofot tariqasida har birisiga 30 so'm pul tasdiqlagan ekan. Shu vaqtda Rashida birinchi bo'lib saylanib, 30 so'm berish uchun tasdiqlanibdi. Ömerbek Shujining ayoli Nurilani saylamagan ekan. Shu vaqtda aytmaymiz deb va'da qilib yo'shirib kelgan so'zni bugun pash qilib bola teriyotdi dedi. Shu 4-oyning ichida Gongshi radiosida so'zlangan so'z yodimga keldi. Butun Gangu sayni jaranglatib shundoq surlik va ta'sirli qilib, xalqlar qo'zg'alinglar, bizga ozodlik kerak, dushmanlarni tarmar qilayli, hammamiz birlashayli, bizning uzundan kutgan kunimiz keldi, ozodlikqa erishdik deb shu mazmunda jaranglik ovozda so'zladi. Men kesaklarni tizib Mening yanımda ishlayotgan boylarning bolalaridan bir qancha yoshlar qo'lidagi saymonlarni tashlab, "Hoy, anglayapsizlar? Ozod bo'ldik. Hokimiyatni og'dirib davatidi. Hurra" deb to'lab ketdi. Men hayron bo'ldim.
аңлатышқа диqqat qilib quloq soldim. Ular manga yugurib kelib anglamayyotamsan, nima qilib o'tirsan, hokimiyat o'zgardi, ozod bo'ldik, ozod deb xushalligidan sakrab ketdi. Men ularni qo'rqitib etmay deb xotirjam turib tuvan ovoz bilan: "Bu Yapon urushi vaqtida yaponlarni yenganlarning so'zi" dedim. Ular shunda qo'rqdiki, nima qilishni bilmay, "Voy Alloh, Xudoyim, qanday qilay" deb bir-birisi bilan shivirlashib, demi ichiga tushib ketdi. Men hech narsa bilmagan kishidek o'z ishimni qilaverdim. Ular bir-birisidan meni u bildimi, bilmadimi deb mendan ansirgan edi. Men bilmagan kishidek hech qanday pozitsiya bildirmay oldirash ishlayotganimni ko'rib, ular meni bayqamay qoldimikin deb xotirjam bo'ldi. Ammo bir qancha vaqt jimjit bo'lishib ketdi. Bu ayollarmi mana shunday tushunib oldirib ketgan o'xshaydi deb o'yladim. Bundaq turgan bilan bu tashnalik bularning ko'nglidimi bor ekan deb ko'nglim xo'shal bo'ldi. Bir kun keyin dodiy zalda ularni so'rab chiqib kurash qildi. Boshqa shuar tovulgan ayollarni tanqid qilib, masinani topshirishga buyurib, Rashidaga qalpoq kiygizib, xalq rejimiga topshirilibdi.